Bismillahirrahmanirrahim. Boshlovdik, birodar. Oh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hop, bugungi o'tadigan mavzuyimiz quyidagi hadisdir. Bu hadis juda ham inshaalloh foydali bo'ladi degan umiddaman barchamizga. Hop, Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh taolodan rivoyat qilib aytayapti. Ya'ni bu hadisi qudsiy deb hisoblanadi. Alloh taolo aytayaptiki: "Ya ibadi, ey bandalarim, inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharrama, fala tadalamu." Ey bandalarim, men zulmni o'zimga harom qildim va sizlarning orangizda ham harom qildim. Fala tadalamu, bas zulm qilmangiz bir-biringizga. Ya'ni Alloh taolo o'ziga bandalariga zulm qilishlikni harom qilibdi. Demakki, Alloh taolo zulm qilishlikka qodir zot o'zi aslida. Ammo lekin o'ziga zulm qilishlikni harom qildim deyapti. Ya'ni men hech qachon bandalarimga zulm qilmayman. Va bu narsani sizlarga ham harom qilib berdim. Ya'ni sizlarda ham bir oranglarda zulm qilishlik haromdir. Bir-birlariga zulm qilishlik haromdir. Demak, madomiki shunaqa ekan, demak zulm qilmangiz bir-biringizga deb Alloh taolo bizga aytayapti. Yana davomida ya ibadi kullukum dalluna illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Hammangiz, barchalaringiz zalolatdasizlar. Ya'ni hammangiz adashgan insonlarsizlar. Faqatgina men hidoyat qilgan insonlar. Faqatgina men hidoyat etgan insonlargina bundan mustasno. Ya'ni faqatgina men hidoyat etgan insongina adashmagandir. Madomiki shunaqa ekan, mendan hidoyat so'rangiz, ya'ni mendan sizlarga hidoyat qilishligimni mendan so'ranglar, men sizlarga hidoyat qilaman. To'g'ri yo'lga boshlayman deyapti. Shu joyda bir nuqtaga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, zulm ikki xil bo'ladi. Birinchisi, odam o'ziga o'zi zulm qilishligi, gunoh qilib, ma'siyat qilib, ya'ni oxiratdagi Alloh taoloning azobiga duchor bo'lishligi. Ikkinchisi, bir banda boshqa bir insonga, boshqa bir bandaga zulm qilmoqligi. Ya'ni birovning haqqini yeb yoki uni bir haqqini paymon qilib va hokazolar. Ya'ni Alloh taolo mana bu ikkalasini ham harom qildim deyapti. Birinchi, o'zingizlarga ham zulm qilmanglar, ikkinchisi, boshqalarga ham zulm qilmanglar deb aytayapti. Endi shuningdek, hidoyat ham ikki turli bo'ladi deydi. Birinchisi, u iymon, islomga bo'lgan hidoyat. Ya'ni hidoyat bersin deb duo qilamiz musulmon bo'lmaganlarga. Bir yaxshi insonni ko'rib qolsak, haligi aldamayotgan, nima qilmayotgan bo'lsa, Alloh hidoyat bersin shu insonga deb qo'yamiz-da. Insof bersin deb, hidoyat bersin deb qo'yamiz. Alloh shuni hidoyatlasin, musulmon bo'lsin debchi. Shu kabi hidoyat. Endi bu narsa bizda bor, musulmonlarda bor, alhamdulillah. Hidoyatning ikkinchi turi bu har bir ishimizda to'g'ri yondashligimiz, to'g'ri qilishligimiz, adashib, musulmon bo'lgan holatimizda to'g'ri yo'ldan ketib qolmasligimiz. Mana bu ikkinchi turidir. Endi mana bu narsaga mo'min kecha kunduz muhtojdir. Shuning uchun Alloh taolo mo'minlarga qarata aytayaptiki, mendan hidoyat so'ranglar, ya'ni ey Allohim, meni hidoyatingdan ayirmagin, meni hidoyatingdan uzoqlashtirmagin, meni to'g'ri yo'lga boshladingmi, bu yo'ldan meni zoya qilmagin deb mendan hidoyat so'ra, men senga hidoyat beraman. Ya'ni doim men seni to'g'ri yo'lda yurgizaman deyapti. Shu edi. Yana davomida ya ibadi, ey bandalarim deb Alloh taolo bizga nido qilib aytayapti. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Barchangiz ochsizlar. Faqatgina men taomlantirgan, faqatgina men ovqat bergan insongina ochmas. Fastat'imuni ut'imukum. Madomiki shunday ekan, mendan so'ranglar, ya'ni mendan taom berishimni so'ranglar, men sizlarga taom beraman deyapti. Men sizlarga rizqinglarni beraman. Yana davomida ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu. Barchangiz arin deb, ya'ni yalang'ochsizlar, ya'ni ustingizga kiyadigan kiyimlar yo'q, faqatgina men kiygizgan, men kiyintirgan insonlargina bundan mustasno. Ya'ni sizlarda ochligingizlarda yo'q qiladigan, to'ygizadigan zot ham, sizlarni kiyintiradigan zot ham bu menman. Madomiki shunday ekan, mendan so'ranglar,
rizqingizni, hatto kiyimlaringizni bo'lsa ham mendan so'ranglar, men ularni beraman, men sizlarni kiyintiraman deyapti. Yana davomida, ya ibadi, ey bandalarim, innakum tuxti'una bil-layli wan-nahar. Sizlar kecha-yu kunduz xato qilasizlar. Kechasi xato qilasizlar, kunduz xato qilasizlar. Xullaslar, hayotinglar davomida xato ishlar qilasizlar. Va ana aghfiru dhunuba jami'a. Lekin men gunohlarni barchasini kechiraman. Madomiki shunaqa ekan, fastaghfiruni aghfir lakum. Mendan gunohlarni kechirishni so'ranglar, men sizlarning gunohlaringizni kechiraman. Ya'ni sizlar bandasizlar, xatokorsizlar, xato qilasizlar. Ma'sum insonlar emassizlar. Madomiki shunaqa ekan, sizlar kecha-yu kunduz xato qilasizlar, lekin men gunohlarni hammasini kechiraman. Demak, mendan kechirim so'ranglar, gunohlarni kechirishinglarni mendan so'ranglar, men sizlarni kechiraman. deb Alloh taolo bizga o'zi gunohlarni kechirguvchi ekanligini bildirib va mengina kechiraman, mendan so'ranglar deb turib Alloh taolo o'zi buyurmoqda. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytadi, men bir kunda 100 ta Alloh taologa istig'for aytaman, kechirim so'rayman, 100 marta tavba keltiraman deydi-yu. Ya'ni Alloh Rasul sollallohu alayhi vasallam insonlarning eng yaxshisi bo'lgan, bu olamga rahmat bo'lib yuborilgan zot, ma'sum bo'lgan, gunohlardan pok bo'lgan zot bir kunda 100 marta, ba'zi bir hadislarda balki undan ham ko'p istig'for aytadi ekan. Endi bizchi? Biz payg'ambar emasmiz, biz farishta emasmiz. Biz oddiy insonlarmiz. Demakki biz undan ham ko'proq istig'for aytmoqlikka muhtojmiz. Yana Alloh taolo aytayapti: "Ya ibadi, ey bandalarim, innakum lan tablughu darri fatadurruni va lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Albatta sizlar hech qachon menga zarar beradigan bir maqomga yeta olmaysizlar. Ya'ni menga zarar berishlik uchun biron bir zarar beradigan darajaga yeta olmaysizlar. Yoki menga foyda keltiradigan bir maqomga hech qachon erisha olmaysizlar deyapti. Ya'ni sizlarda har qanday qiladigan ishinglar, xoh ma'siyat o'zing misol uchun o'ylab turib gunoh ishlar qilsam, Alloh taolo har bitta qonuniga xilof ish qilsam, ma'siyat qilsam, gunoh qilsam, shariatga xilof ish qilsam, men Alloh taolo zarar beraman desa, yo'q. Xohlaganingni qil, xohlaganingcha yomon bo'l, xohlaganingcha fosiq bo'l, xohlaganingcha munofiq bo'l, xohlaganingcha fojir bo'l, ammo lekin Allohga zarracha bo'lsa ham zarar bera olmaysan. Faqatgina o'zingga zarar bergan bo'lasan. Yoki inson qancha mo'min bo'lsin, qancha ibodat, qancha xolis qalbi bilan bo'lsin, qancha ibodatlarni ko'paytirmasin, qancha yaxshiliklarni ko'paytirmasin, qancha Alloh taolo yo'lida sobit qadamlardan bo'lsin, Alloh taologa zarracha bo'lsa ham foyda keltira olmaydi. Ya'ni biz Allohga muhtojmiz, Alloh bizga emas. Biz na qilgan yomonligimiz Allohga zarar yetkazadi, na qilgan yaxshiligimiz Allohga foyda keltiradi. Ya'ni biz Allohga bo'lgan muhtojmiz. Alloh u butun narsadan, hamma narsaga qodir bo'lgan, butun yomonliklardan pok bo'lgan zotdir. Alloh taolo aytayapti, sizlar hech qachon menga zarar beradigan maqomga erisha olmaysizlar. Yoki hech qachon menga foyda keltiradigan maqomga erisha olmaysizlar. Ya'ni men sizlarga na foydalarga, na zararlarga muhtojman. Men hamma narsaga qodir bo'lgan, hammalarning Robbiylar bo'lgan zotman deb Alloh taolo nido qilyapti. Yana bir hadis davomida aytayaptiki: "Ya ibadi, ey bandalarim, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a." Ey bandalarim deyapti. Agar sizlarda ya'niki avvalingiz va oxiringiz, ya'ni sizlardan oldingi ummatlar va sizlar hammanglar to'planib, insonlar va jinlar hammasi bir ichilaridagi eng qalbi toza bo'lgan, ya'ni qalbi pok bo'lgan, toza bo'lgan inson kabi bo'lsangiz ham meni bironta bir mulkimga, ya'ni mendagi narsani, meni mulkimni ko'paytira olmaysizlar deyapti. Ya'ni ichimizdagi eng pok, eng toza, eng Alloh taologa bog'langan inson tasavvur qilaylik va yana hamma 8 milliard inson va bundan tashqari eng jinlar ham hattoki shuna qalbda deb o'ylaylik. Mana bunday ibodat qilsak ham Alloh taologa zarracha bir nima, Alloh taoloning mulkini ko'paytira olamiz. Ya'ni biz qancha ibodat qilmaylik, bu hammasi o'zimizga, o'zimiz uchun qilyapmiz. Ya'ni oxiratda Alloh taolo bunga ajr beradi. Alloh taologa qancha ibodat qilmaylik, u qancha bizga savob va marhamat, fazilatlarni bermasin, biron bir narsani kamaytirmaydi bu qilgan ibodatlarimiz. Yana Alloh taolo aytayapti: "Ey bandalarim,
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. Endi agar sizlar avvalingiz va oxiringiz, insiyu jinlarni barchangiz oranglardagi eng qalbi nopok bo'lgan, fojir, fisq fasodga to'la bo'lgan qalbga bo'lsangiz ham meni mulkimdan biron bir narsani kamaytira olasizlar deyapti. Hamma inson, hattoki jinlar ham qo'shilib eng Alloh taologa ibodat qilguvchi zohid taqvodorlardan bo'lsangiz ham mendagi mulkni ko'paytira olasizlar, yoki eng fojir, eng buzuq inson bo'lsangiz ham mendagi mulkni kamaytira olasizlar deyapti. Ya'ni sizlar hech qachon na menga foyda keltirasizlar, na zarar berasizlar. Na meni mulkimni ko'paytirasiz, na ozaytirasizlar. Lekin men sizlarga mulk beradigan ham, sizlarni jazolaydigan ham, sizlarni hisob-kitob qiladigan ham, sizlarda mulkinglarni olib qo'yib, mulkinglarni beradigan ham bu faqatgina menman deyapti Alloh taolo. Yana hadisning davomida يا عبادي لو أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Endi yana sizni avvalingiz va oxiringiz, insonlar va jinlar hammasi bir tepalikda to'planib, ya'ni bir tog' tepasida to'planib turib, mendan so'ras ehtiyojlaringizda butun xohlagan narsadan so'rasanglar, men sizlarga beraman. Kim nimani xohlagan bo'lsa, xohlagan narsasini, so'ragan narsasini men unga beraman. Lekin mana bu qilgan ishi mendagi biron bir narsani kamaytira oladi. Ya'ni tasavvur qiling, 8 milliardta inson, bundan tashqari jinlar, juda katta bir miqdordagi, adatdagi insonlar, jinlar Allohdan hammasi yo'q degani bittadan narsa so'rayapti. Alloh taolo hamma so'ragan narsasini beraman, lekin mendagi mulkimdan biron narsani kamaytira oladi deyapti. Ya'ni meni mulkim yoki meni fazilatim, meni rahmatim shunchalik keng, shunchalik cheksizki, sizlarda hammangizga xohlagan narsalarni bersam ham bu berganligim biron narsani kamaytiradi deyapti. Faqatgina bir bizga misol tushunishimiz uchun misol beryapti. Igna bor-ku, ignani dengizga bunday tiqib chiqarsangiz, dengizdan biron narsani ozaytirmaydi, hattoki bilinmaydi ham. Haligi igna biron bir suvni ola olmaydi. Xuddi shu kabidir deyapti. Ya'ni bizga misol tariqasida tushunishimiz uchun biz tushunadigan misol bilan tushuntiryapti. U qanaqa tarzda ozaytirishligi mumkin desa, yoki igna dengizga kirilib chiqarilsa qanaqa bo'ladi? Dengizdan suv ozayib qoladimi? Ozaymaydi dengizdagi suv. Hattoki bilinmaydi ham. Xuddi shu kabidir meni mulkim deyapti. Sizlarni insonlar va jinlarga hammani so'ragan, istagan narsalaringizni bersam ham bu narsa mendan hech narsani bir kamaytirmaydi. Alloh taolo yana aytayaptiki: "Ya ibadi, ey bandalarim, innama hiya a'malukum." Albatta sizlarning amallaringiz, ishlaringiz. Uhsiha lakum. Ularni amallaringizni sizlar uchun, ya'ni sizlarga hisob-kitob qilib sanab qo'yaman. Kim nechta qilganligini, kim qanaqa qilganligini hammasini sanab hisob-kitob qilaman. Thumma uwaffihi iyyahum. So'ng sizlarga mana shunga qarab turib, ajri, jazo, mukofot beraman. Agar kimdir xato ish qilgan bo'lsa, gunoh ish qilgan bo'lsa, gunohiga qarab jazo beraman. Agar kimdir yaxshi ish qiladigan bo'lsa, savob ish qilgan bo'lsa, xayr ish qilgan bo'lsa, men uni o'sha amaliga ko'ra uni mukofotlayman, deyapti. Faman wajada khayran, endi kimki yaxshilikni topsa, ya'ni amallarida bir yaxshilikni, hikmat topadigan bo'lsa, faliyahmadillah. Bas Allohga hamd aytsin. Va man wajada ghayra dalik, endi kim yaxshilikdan boshqa narsani topsa, ya'ni yomonlikni topadigan bo'lsa, fala yalumanna illa nafsuhu. Bas faqatgina o'zini malomat qilsin deyapti. Ya'ni nimaki yaxshilik bo'lgan bo'lsa, bu meni fazilatimdan, bu mendandir, Allohdandir. Agar nimaki yomonlik bo'lgan bo'lsa, bu insonni o'zini havoyi nafsiga ergashganligi uchun unga kelgan yomonlikdir. Ya'ni faqatgina o'zini malomat qilsin. Ey Robbim, nimaga menga bu yomonlikni berding emas? Men nima qildimki, qayerda xato qildim, Alloh taolo menga bu jazoni berdi deb o'ylasin, ya'ni xatoni o'zidan o'ylasin. Agar bironda bir yaxshilik qilgan bo'lsa, mana men shunaqa aqlli zo'r bo'lganligim uchun emas, balkim
bifadlillah, Allohning fazli ila, Allohning rahmati ila, Allohning izni ila men bu ishni qildim. Bu ishni qilishga qodir bo'ldim deb aytib Allohga hamd keltirsin deyapti. Demakki, birodarlar, hadisimiz tugadi. Qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, Alloh taolo bizga to'g'ridan to'g'ri nima deb nidolanyapti? Bandalarim deyapti. Ey meni bandalarim, mendan so'ranglar. Sizlarni hidoyatlaydigan ham, sizlarni adashtiradigan ham, sizlarni kiyintiradigan, ichiradigan ham, sizlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan ham, sizlarni gunohlaringlarni kechiradigan ham, sizlarga mulk berib mulkni oladigan ham bu menman. Sizlarni amallaringlarga ko'ra hisob-kitob qilib, sizlarga jazo mukofot beradigan ham bu menman. Mendan boshqa hech kim yo'q. Sizlarni bironta bir qilgan ishinglar, xoh katta kichik bo'lsin, menga biron bir zarar bera oladi. Sizlarni biron bir qilgan yaxshi ishinglar menga biron bir foyda bera oladi. Men bu narsalardan yuqoriman, men hammasiga qodir zotman. Demak, mendan so'rang, mendan izlaning deb Alloh taolo bizga nido qilyapti. Demak, birodarlar, biz agar biron bir qiyin holatga tushib qolsak, kimga yo'nalishimiz ekan? Birinchi Allohga yo'nalamiz. Agar rizqimiz torayotgan bo'lsa, birinchi Allohga yo'nalamiz va keyin sabablarni qilishni qilamiz. Ammo lekin biz Allohga emas, sabablarga suyanib qoladigan bo'lsak, sabablarga tavakkal qiladigan bo'lsak, unda Alloh taolo o'z holimizga tashlab qo'yadi va shu sabablar bilan ovora bo'lib yuraveramiz. Ammo lekin qachonki biz Allohga yo'nalsak, butun narsaga qodir bo'lgan zotga yo'nalsak, mana shunda bizning muammolarimiz hal bo'ladi. Faqatgina chin dildan. Hali ko'p gaplar eshitganmiz, hattoki salafa solihinlar, ya'ni bizdan oldingi o'tgan olimlar kerak bo'lsa ovqatga qo'shadigan tuzni ham Allohdan so'raganlar ekanda, Allohim shu tuzni menga yetkazgin debchi. Ya'ni eng kichik narsalarni ham Allohdan so'ragan ekanlar. Ya'niki bu yerda nimani aytadi desa, har bir ishimizda Alloh taolodan madad va yordam va fazilat va nusrat so'ramoqligimiz kerak. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, men Allohga bir kunda 100 marta istig'for aytaman, 100 marta tavba qilaman deyapti. Ba'zi rivoyatlarda 70 ta, ba'zi rivoyatlarda undan ham ko'p. Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam pok bo'lgan zot, insonlarning eng yaxshisi, odamlarga marhamat bo'lib kelgan zot, bizga shu Alloh taoloning shariatini, nurini, hidoyatini yetkazgan zot, men istig'for aytaman deyapti. Alloh taolodan qo'rqaman, taqvo qilaman, tavba keltiraman deyapti. Endi payg'ambar shunaqa qilib turgan bo'lsa, bizchi? Biz hayotimizni shuncha gunoh, bunday agar xolis olib qaraydigan bo'lsak, bir haligi boshlig'imizga nisbatan shunaqa ish qiladigan bo'lsak, ishxonamizdachi aytgan narsasini qilmas ishlarni xato qilgan haydab yuboradi-da, bar yo'qol deydi-da. Ammo lekin mana shunday zot, hamma narsaga qodir bo'lgan zot. Agar xohlasa u biron, agar u Alloh taolo bir narsani xohlasa, kun fayakun deydi, bo'ldi. Kun bo'ldi deydi, u narsa bo'ladi. Shuni demoqligi o'zi kifoya. Mana bunday bo'lgan zot bizga haligacha nafas berib turibdi, o'lib qolmayapmiz, sog' salomatlik berib turibdi, imkoniyatlar berib turibdi. Mana bunday holatda ham agar biz Alloh taologa qaytmasak, Alloh taologa istig'for qilmasak, unda holimizga voy bo'ladi. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan hadisim mana bu edi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin, birodar. Juda chiroyli, yaxshi mavzu tanlanibdi. Birodarlar, mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, fikrlar, qo'shimchalar bo'lsa, marhamat. Birodar, ya'ni yaxshi mavzu ko'tarildi. Hayotimizdagi har bir ishimiz, har bir narsani Alloh taolodan so'rashimiz. Aslida biz mehnat qilib olayotgan pulimiz ham aslida Alloh taolo berayotgani. Hattoki yonimizda turgan narsani ham aslida biz men qilyapman deb o'ylaymiz-u, aslida buni hammasini Alloh taoloning izni bilan, irodasi bilan bo'layotganligini unchalik haligi hayolimizga keltirmas ekanmiz-da. Endi o'sha bizni eng katta muammoyimiz Alloh taologa bog'lanishlikdagi muammoyimiz bo'lyapti. Har bir narsani, ya'ni Allohdan ekanligiga qattiq ishonish, ya'ni doim zehnimizda ushlab turishlik, mana bu bizni katta kamchiligimiz bo'lyapti. Shuni, ya'ni
Allohga bo'lgan bog'lanishlikda kuchli qiladigan narsa nima? Nima qilsak, ya'ni biz Alloh har soniya, ya'ni Alloh taoloni bilan bog'langan, uni zikrida undan so'rayotgan shunday holatda bo'lamiz, birodar. Alloh rozi bo'lsin aka. Birinchisi Alloh taolo misol uchun mana olam deymiz-u. Alloh taolo bu olamni yaratdi. Olam bu nima desa, bu olam. Alam, alamatun degan so'zlarning bitta belgi degani. Ya'ni har bir ko'rib turgan shu dunyodagi har bir narsa Alloh taoloning bor ekanligiga, Alloh taolo qudratiga, Alloh taolo har narsaga qodir ekanligiga belgi bo'lib turibdi. Ya'ni biz Alloh taolo yaratgan narsalarda ko'p fikrlashimiz kerak. Alloh taolo juda ham ko'p oyatlarda aytadi. O'ylamaysizlarmi? Fikrlamaysizlarmi? Alloh taolo yaratib qo'ygan narsalar haqida xususida fikr yuritmaysizlarmi deb turib, Alloh taolo juda ham ko'p joyda Alloh taolo haqida o'ylashlikka, fikr yuritishlikka undaydi. Ya'ni biz qachonki Alloh taolo qudratini, u bizga berayotgan yordamini mana bunday atrofimizga qarab turib ko'p fikr yuritsak, shunda Allohni taniy boshlaymiz. Kim Allohni tanisa, u xato ish qilmaydi deydi. Ya'ni xato ish qilishligi mumkin emas deydi-da. Ya'ni bu bir gap tarzida aytiladi. Nimaga desa, chunki Alloh tanigan inson xato qilishga jur'at qila olmaydi. Atrofingizda shuncha koinotlar aylanyapti. Quyosh agar 1 santimetr, 1 millimetr bizga yaqinlashsa, yer yonib ketadi deydi. Agar uzoqlashsa deydi, yer muzlab qoladi deydi. Mana bu hisob kitoblar. Har bir har bir hayotimizdagi olayotgan kislorodimiz, ya'ni biz ko'rmagan shuncha narsa bor-da. Mana bularni hammasini boshqarib turgan, mana bu kuchga zot, qodir bo'lgan zot bitta bandani rizqini bera olmaydimi desa, yo'q, bera oladi. Mana bunday narsalar yaratib qo'ygan zotdan so'rashligimiz, mana bu narsani o'ylashligimiz turganda, ammo-lekin ming afsuslar bo'lsinki, biz atrofimizdagi yaratilgan maxluqlarga suyanib qolamiz. Endi mana bu narsani yo'qotishlik uchun, Alloh taologa bog'lanishlik uchun Alloh taolo yaratib qo'ygan maxluq, ya'ni yaratilgan narsalar xususida ko'p fikr yuritmoqligimiz kerakdir. Shu aka. Alloh rozi bo'lsin, birodar. Birodarlar, qo'shimchalar, savollar bo'lsa marhamat. Birodarlarda savollar yo'q shekilli. Bo'lmasam bugungi belgilangan mavzuni yakun yasab, erkin mavzuda suhbatga o'taveramiz, birodar. Bir duo qilib bersangiz. Alloh rozi bo'lsin aka. Hop. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك، ويا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin, ilmingizni ziyoda qilsin.